Assalomu alaykum. Hammaga yaxshi kayfiyat. Havoning sovuq bo'lishiga qaramasdan biz bugun o'zimizni skladim terminalimizdamiz. Bu yerda mashinalarimizni saqlab yurgandik. Mashinalar sotilib ketdi, alhamdulillah. Mana oxirgi gempavni sotyapmiz va bu yerda biz avtotreylerlarimizni saqlardik. Chunki o'zimiz mashina savdosi bilan bo'lganligi uchun har bitta viloyatlardagi filiallarimizga mashinani toshish paytimizda o'zimizni mashinadan foydalanardik. Xullas kalon, hozir biz bularni avtotreylerlarimizni ham avtopritseplar deydimi shunaqani endi sotishni ham yo'lga qo'yganmiz. Bizda bor mavjudlarni bir boshdan sotyapmiz. Ana shu oxirgisi qolgan. Yana bitta, yo ikkita ekan. Ikkita. Tak, bunisi sotilgan. Xullas kalon, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa bor. Bularning uzunligi 17 metrlik. Yana bitta fishkani aytib qo'yay. Bizdan bitta mijozimiz sotib olib, umuman olganda bu 17 metrlikka 6 ta mashina sig'adi. U perdelka qilib 9 ta qilgan. Uni qanaqa qilgan? Ana bu ulangandan keyin mana ustiga yana bitta qo'shgan. Mashina tigash bor, tigashning ustiga bitta mashina chiqadi va pastdan yana bitta qo'shgan. Pastda oldin 3 ta sig'adigan bo'lsa, pastda bitta yo'q, pastda 4 ta bo'ladigan bo'lsa, pastda 5 ta mashina sig'adigan qilgan. 9-sini esa tigashning ustiga, mana bu kallarning ustiga qilgan. Shu bilan 9 ta mashina qilgan. Endi bu 9 ta mashina ochiqni aytaman, kolossalni o'zgarish qilib bera oladi. Oddiy misol tushuntiradigan bo'lsak, agar siz bitta reysingizdan shu 6 ta mashina bilan kelinki $500 topadigan bo'lsangiz, uslovni shartli qilib oladigan bo'lsak, 2 ta mashina hisobiga uradigan bo'lsangiz, o'sha paytda $800-900 ga aylanadi. Почти birga bir foyda qilib qolasiz. Bu tadbirkorlarimizga respekt, haqiqatan ham shuni uddasidan chiqqan. Xo'p, endi buni parametrlarga ko'chamiz. Parametrlarni aytib o'tganimdan keyin buni bir boshdan obzor qilib beraman. Xo'p, pritsepimizning brendi Ruida ekan, Ruida. Xitoyniki. Tak. Og'irligi 18 tonna, razmeri 13 metr ekan, kechirasizlar 17 metr deb qo'yman. Bizdan sotib olgan 13 metrlikni 17 metr qilgan ha. Buni uzunligi 13 metr. Tak. Eniga 260, balandligi 380. 380 bo'lsa, har qanday minivanni ham, hattoki Jack Sandreyni ham ortsa bo'ladi. Sandrey balandligi 320. Bemalol ortsa bo'lar ekan. Yana aytaman, 370 14 metr bo'ladigan bo'lsa, agar siz buni 17 metr yana 3 metr qo'shadigan bo'lsangiz, haqiqatan ham bitta mashinaga joy ortiladi. Ana endi mashinani pritsepimizni to'liq obzor qilib beraman. Xo'p, pritsepimiz 2 etajlik, yuqorida 3 ta, pastda esa 3 ta mashina ketadi. Bitta qo'shadigan bo'lsangiz, yuqorida ham, pastda ham bo'ladi, общий 8 ta. Keyin yana tomni ustiga qiladigan bo'lsangiz agar nima bo'ladi? 9-si bo'ladi. Shu paytda 17,5 metrlik pritsep paydo bo'ladi. Xo'p, bularni boshqarish hammasi gidravlikada. Uylamang, mexanika emas, ruchnoy emas, gidravlika. Va gidravlikamiz ochiqni aytsak, biz o'zimiz shoferlarimiz uni boshqarardi. Juda davolniydi. Ishlash oson derdi. Ruchnoyga ish qoldirilmagan derdi. Ko'tarib tushirishlar hammasi gidravlika, aniqroq aytadigan bo'lsak, gidravlitskiy masla orqali ko'tarib tushiriladi. Bu esa sizga komfort beradi, ishingiz tez bo'ladi. Xo'p, balonlarimiz hammasi qo'sh balonda. Endi bular pritsep bo'lgandan keyin qo'sh balon bo'lmay ham iloji yo'q. Shunaqa. Endi ustiga chiqamiz. Yo, bismillah. Xo'p. Ust jihatdan ayta olaman, nimasi menga bu yoqqan? Mashina toshigan payt, agar chastniklarni boshqa joydan zakaz bergan paytimizda pritsepi shalaqa bo'lib chiqib ketgan, Avrastar chiqib ketgan bo'lardi. Lekin bizniki unaqa emas. Xursand qilar darajada shunisi menga yoqadi. Juda ozoda, yangi, shu bizda ishonma, adashmasam agar buni biz 1 yil, 1,5 yil ishlatgan bo'lsak, biron marta bizga muammo qilmagan. Shu pritsep umuman muammo bo'lmagan. Hattoki bu mashina yurgan, shu pritsepni ishlatgan bo'lsak ham kelib ko'rishingiz mumkin. Yangiday turibdi. Muammo yo'q. Xo'p. Shu balandligini 3 aytganimcha 380 gacha ko'tarishingiz mumkin. Bu endi dakansa ko'tarilmagan va ikkinchi etajga ham mashina o'rtasiz, bu zo'r. Xullas kalon, buni narxga to'xtaladigan bo'lsak, hozirgi kunda
14 ming shartli birlikda qo'yganmiz. Pastda nomerlarimiz bo'ladi. Telefon qilib keling. Pul bilan keladigan bo'lsangiz, ustida gaplashib, kelishib bilamiz. Otang bozor, onang bozor. Biz xalqqa xizmat qilib charchamaymiz. Biz qancha xalqqa xizmat qilsa shuncha xursand bo'lamiz. China Motorsda qoling, China Motors xalq tanlovi. Shoshilib qoling. Bunaqangi pritsep bu narxda hech qayerda yo'q, javob beraman. Aloqada qoling. China Motors xalq tanlovi.